dargohida 750 nafarga yaqin yigit-qiz turli yo'nalishlarda bilim va amaliy ko'nikmalarni egallab, o'z kelajagi uchun mustahkam poydevor yaratmoqda. An'anaviy mutaxassisliklar bilan bir qatorda zamonaviy sohalarga ham alohida e'tibor qaratilgan. Jumladan veterinariya, axborot texnologiyalari, elektromobillarga texnik xizmat ko'rsatish kabi kelajak kasblar bo'yicha ham malakali kadrlar tayyorlanayotgani quvonarli. Yoshlar kuni munosabati bilan texnikumda o'tkazilgan kasblar festivali esa ta'lim va amaliyot uyg'unligini namoyon etgan muhim tadbirlardan biri bo'ldi. Texnikumimiz Prezidentimizning 190-sonli farmonlariga asosan Namanganda yagona Namangan ilg'or kasbiy mahorat texnikumga aylantirilgan. Ilg'or kasbiy mahorat bo'lgani uchun qabul jarayonimiz chegaralangan. 100 ta 9-sinf, 60 ta 11-sinf qabul qilamiz. 2 ta kichik guruhlarda o'qitib, kelajakda bolalar o'zini kasbini ustasi hamda xorijiy tillardan bittasini sertifikat bilan chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ham sertifikat ham kasb egallab chiqqandan keyin O'zbekistondagi qo'shma korxonalarda hamda xorij davlatlarda ishlash huquqiga ega bo'lishadi. Tadbir davomida tashkil etilgan ko'rgazmalar orqali texnikumdagi mavjud yo'nalishlar, hududdagi umumta'lim maktablari bitiruvchilari hamda mehmonlarga batafsil tanishtirildi. Ustaxonalardagi jihozlar, o'quvchilar tomonidan tayyorlangan amaliy ishlar, startap g'oyalar ko'pchilikda katta qiziqish uyg'otdi. Men To'raqo'rg'on tumanida Namangan ilg'or kasbiy mahorat texnikumida tahsil olaman. Bu yerda o'qiyotganimga 1 yil bo'lib qoladi. Men mana shu vaqt oralig'ida avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish va boshqarish bo'yicha bilimlar oldim.